Ketdi. 18-mavzudan tekshirishni boshladik. Bo'la qo'yla, ochib bo'ldilarmi? Javoblarni nimagadir yozib olib ket. Uyingda tekshirib olasan. Biror narsaga yozib olsang, uyingda tekshirib olasan. Xo'p, birinchi savol. Sin Shi Huangdi qachon Xitoyni birlashtirdi? 246-yil, to'g'ri. Sin Shi Huangdi qanday ma'noni anglatadi? Sinning birinchi hukmdori. 1A, 2B, 3. Sin Shi Huangdi eshitamiz. Sin Shi Huangdi maqbarasini qurishda qancha odam ishtirok etgan? D javob 720 mingta. Sin Shi Huangdi qurdirgan maqbara necha yilda qurilgan? 37 yil. Sin Shi Huangdi qabridan hukmdorni qo'riqlash uchun topilgan sopol haykalchalar 6 mingta. B javob 5B, 4D. 6. Nil uchun nima uchun Sin Shi Huangdi Shimoliy Xitoy bo'ylab qurilgan mudofaa devorlarini yanada mustahkamladi? A javob. To'g'ri. Buyuk Xitoy devorini qurish ishlari qachon boshlandi? Miloddan avvalgi 4-asr. D. A, B, D, E bo'lib qolgan ekan bu. D javob to'g'ri. Buyuk Xitoy devorini balandligi 6-10 metr. Qalinligi 5-8. A javob. Buyuk Xitoy devorini uzunligi 4000. Qog'oz ixtiro qilindi. C javobi. Miloddan avvalgi 1-asr. A javob bo'lmaydi, milodiy bo'lib qoladi. 14. Xitoyliklarning eng ajoyib ixtirosi. Kompas. Xitoyda 15. Zilzilani oldini aniqlaydi. Seismograf. 16. Kompas har doim janubni ko'rsatib turadi, dastarsi. Men endi 16 ni o'qib bo'ldim. Xo'p, 13 C, 14 D, 15 A, 16 B, 17. Nima tayyorlanyapti? Qog'oz tayyorlanyapti. A javob. Kimda yo'q xato? Hozir kimdir xato yo'q dedimi? Yaxshi. 19-20-mavzular. Sug'diylar, Bafteriyaliklar, Xorazmliklar hamda Sak-Massaget qabilalari nechanchi asrda yurtimiz hududida yashagan? 7-6. B javob 7-6 asrlarda. Ikkinchisi, sug'diylarning asosiy mashg'uloti dehqonchilik. A javob. Zarafshon va Qashqadaryo. Savolni to'liq eshitamiz. Zarafshon va Qashqadaryo vohasida yashaydigan xalqlar. Sug'diylar. C javob. Sug'diylar yashagan hudud Yunon yozma manbalarida qanday atalgan? Sug'diyona deb atalgan. C javob. Miloddan avvalgi 7-6 asrlarda Xorazmliklar qaysi hududda yashagan? D javob quyi oqimida. 5-savol. 6. Xorazmiylar yurti qaysi manbada Xorazmiya deb atalgan? Yunon manbalarida. B javob.
Quyida berilgan qaysi xalq Sudiyonaning eng yaqin qo'shnilari? Bakteriyaliklar. D javob. Kim chaqirdi? Oynani ochib qo'yinglar, sifat taqat. Ha, birinchisi o'chilar. Bakteriyaliklar yashagan hudud to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Janubiy shimoliy Tojikiston. B javob to'g'ri. Surxon vohasi Afg'onistonning janubi, shimoliy Tojikiston. Surxon vohasi deganda O'zbekiston janubiy qismi nazarda tutilgan. Hozirgi Surxondaryo. 9. Yunon Rim mualliflari qaysi hududda yashagan? Uzr. 9 bilan 10 savolini birlashtirib qo'yibman. 9-savolda Yunon Rim mualliflari bakteriyaliklar yashagan hududlarni nima deb atagan deyapti? Bakteriyani deb atalgan. B javob. Endi Massaget qabilasi qaysi hududda yashagan? Yo'q. Cho'l va Oks daryosi bo'ylarida yashashgan. B javob. Miloddan avval 7-6 asrlarda Xorazm Sud Bakteriya aholisining asosiy mashg'uloti sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik. C javob. Qadimgi Uzunqir hozirgi qaysi shahar debdi? Uzunqir, Yerqo'rg'on bular Qashqadaryoda. D javob. Qadimgi shaharlar va ularning joylashgan yerlari to'g'ri berilgan javobni toping. Xo'p, moslashtirib chiqamiz. Afrosiyob qayer? Samarqand. Ko'zaliqir qayerda? Qiziltepa qayerda? Surxondaryoda. Va Yerqo'rg'on Qashqadaryoda. To'g'ri javob A. Qaysini qolib ketdilar? Men aytib beraman. Bo'ldimi? 13A, 14 ga keldik. 14. O'rta Osiyoda qadimgi shaharlar rivoj topgan davrni aniqlang. 7-6 asrlar. C javob. Ha? 15. O'rta Osiyodagi qadimgi shaharlar quyidagi qaysi sohani rivoj topishi natijasida rivojlandi? Hunarmandchilik va savdo sotiq. B javob. Afrosiyobga qachon asos solingan? 8-7 asrlarda. C javob. Afrosiyob Samarqandning qaysi qismida joylashgan? Sharqiy qismida joylashgan. A javob. Bakteriyaning Assuriya bilan aloqalari haqida Ktesiy ma'lumot bergan. A javob. Yunon tarixchisi Ktesiy qachon yashab o'tgan? 5-4 asr miloddan avvalgi. Miloddan avvalgi 5-4. B bilan C javoblar to'g'ri bo'lib qolibdi. B yoki C olganlar to'g'ri olamiz. Uzoq muddat qadimgi Fors shohi kimni saroyida yashab, saroy tabibi bo'lgan? Ktesiy Assuriya podshosi Ninning Bakteriyaga yurish haqida ma'lumot beradi. Artaxerxes. A javob. 21. Bakteriya botirlarining jasoratini, ularning yurti ko'plab mustahkam qarorgohlarga ega ekanligini yaxshi bilgan Nin o'ziga qarshi qarashli elatlardan ko'p sonli jangchilar to'pladi. Yirik kuchlar bilan Bakteriyaga qo'shin tortib, u yerlarga o'tish mushkulligi, daralar nihoyatda torligi tufayli Nin qo'shinlarini bir necha qismiga bo'ldi. Xullas, yuqorida keltirilgan ta'rif qaysi davlat va podshoga tegishli debdi? Xo'p, bu yerda D javobni olamiz. Bakteriya podshosi Aksart. Umumiy davlatimizda to'g'ri Fors shohi Artaxerxes bo'lardi, lekin Nin hujum qilayotgan davlat Bakteriya davlati.
Dahshatli jang bo'lganida bakteriyaliklar kimlarni chekinishga majbur qildi? Asuriyaliklarni chekinishga majbur qildi. A javob. Quyida berilgan chizmada va A va B javoblarni o'rniga kerakli ma'lumotlarni qo'yamiz ekan. A'ga qadimgi Xorazm, B'ga qadimgi A'ga Eron, B'ga qadimgi javob. bo'ladi. B bo'ladi. A bo'ladi. A jumla A bo'ladi. B bo'ladi. A bo'ladi. Qaranglar. Bu yerda A javobda Afrosiyob, Qiziltepa, Uzunqir, Yerqo'rg'on ko'rsatilgan. Demak, bu shaharlarning umumiy nomini oladigan bo'lsak, misol uchun Afrosiyob Samarqandda, Qiziltepa Surxondaryoda, Uzunqir Yerqo'rg'on Qashqadaryoda. Demak, aynan qaysidir hududga yo'naltirishcha mushkul. Demak, bu paytda qaysi davlat hukmronligiga e'tibor qaratamiz? Bu paytda O'rta Osiyo hududi forslar tomonidan egallangan. Demak, Afrosiyob, Uzunqir bu aytayotganlarimiz Eronga o'tib, Ko'zaliqir shahri esa Xorazm degan javob bo'lish kerak. Lekin bunaqa javob hozir bu yerda ko'rsatilmagan. Shuning uchun bu yerda A javobni to'g'ri qilib belgilaymiz. Chunki aynan ko'rib o'tgan hududlarimiz bakteriya tarkibida faoliyat ham olib borgan. Eron va bakteriya. A javob to'g'ri. Yo'q, bakteriyada emasda Ko'zaliqir, Xorazmda. Agar paytda javob yo'q bo'lsa, qilib yozib qo'yishim mumkin. Yo'q, hududga nisbat bergan bu yerda. Misol uchun aynan Afrosiyob, Qiziltepa, Uzunqir, Yerqo'rg'on bakteriyani hududiga to'g'ri keladi-da. Shuning uchun A javob to'g'ri bo'ladi. Quyida berilgan sopol idish qayerdan topilgan debdi? Qiziltepadan. B javob. Olyaptimi? Yaxshi gapamiz qilib. Xaritada ikki raqam ostida qaysi xalq yashagan? Sak qabilalari yashagan. Qachon xorazmliklar ushbu qal'ada katta saroy qurdirishdi? Bu xorazmliklar bo'lganda Katta shahri, Xorazm hududlari nazarda tutilyapti. 7-asr 7-asr Ko'zaliqir shahri nazarda tutilyapti. 26 B. 27 saroy yaqinida arpa va bug'doyni saqlash uchun mo'ljallangan. Xo'p, 27 B javob xorazmliklar. Qadimgi Xorazmda qaysi sohalar yuksak darajada rivojlangan? S javob to'g'ri. 7-sinf O'zbekiston tarixida qayiqsozlik keladi, hali bor unga. Qadimgi Xorazmda qanday buyumlarni dovrug'i yuqori darajada bo'lgandi? To'g'ri, A javob. Xorazmliklar quyidagi qaysi sohalarda mohir bo'lishgan? Quruvchi, hunarmand. A javob. O'rta Osiyo elatlari tiklangan rasmi nechanchi asrga tegishli? A javob 7-6-asrlar. Xo'p, Zardushtiylik va Avestoga o'tdi. 21. O'rta Osiyoda qachon Zardushtiyligini? B javob to'g'ri. Ikkida S javob, ya'ni Zardushtiylar nimaga sig'inishgan va ularni muqaddas bilishgan desa, olov, tuproq, suv, yulduz. S javob. 1 B 2 S. Zardushtiylik so'zi qanday paydo bo'ldi?
Aha, A javob. Zardo'sh nechanchi ming yillikda yashagan? Birinchi ming yillikni birinchi yarmida. B javob. 5. Yunoniston hududlarida Zardushning ismi qanday talaffuz qilinadi? Zoroastr. S. Zoroastr, astron, ya'ni yulduz ma'nosida keladi. Zardo'shtilikda insonning asosiy burchi ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal. S javob. S javob 6. 7. Zardo'shni Yunonistonda nima deb bilishgan? Kim deb bilishgan? B javob donishmand va munajjim. Zardo'shtilar umrining tub ma'nosi uzr, to'xtang. 6-chi savolda A javob. 8-chi savolda S javob bo'lar ekan. Almashtirib qo'yibmiz. Umrining tub ma'nosi keladigan bo'lsa, bu ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal. Zardo'shtilarda inson hayotining asosiy burchi bo'ladigan bo'lsa, bu adolatli turmush tarzi. Qarang, birdan boshlab boshqa aytyapman, eshiting. 1 B, 2 S, 3 A, 4 B, 5 S, 6 A, 7 B, 8 S. 9. Zardo'sh necha yoshida yangi diniy ta'limot payg'ambari bo'lgan? 30 yoshida. D javob. Avesto so'zining ma'nosi to'g'ri. S javob. Zardo'shtilikda diniy marosimlar qayerda o'tkazilgan? B javob to'g'ri. Cherkovda o'tkazilmagan. As-suari nima? A javob suyakdon. Zardo'shtilarning so'nggi vazlari kohillar tomonidan yozib olingan. A javob. Zardo'shtilikning ehtiromga sazovor xudolari. A javob. Quyidagilardan to'g'ri javobni tanlang degan. Xo'p, bulardan solishtirma qilib chiqamiz. 1 2 3 4. Mitra qanday iloh? B demak, quyosh va yorug'lik. Axuramazda ulug' va donishmandlik. A javob. Keyingisi anahita. Aha, D va ahriman yovuzlik, o'lim. 1 B, 2 A, 3 D, 4 C. B javob to'g'ri. Kim o'tli chaqmoqlar yordamida yovuzlik va o'lim xudosi bilan jang qiladi? Mitra. Chunki yorug'lik xudosi-yu. D javob. 16 D. Xo'p, demak, e'tibor beramiz. Mana o'sha rasm Urganch shahri, Avesto kitob yodgorligi. Urganch shahridan topilgan demak. Keyingisi A javob bo'ldi. 17 A. 18. Zardo'shtilar qanday harakatlarni og'ir jinoyat deb hisoblashgan? Demak, bosqinchilik, talon-tarojlik va turar joylarni vayron qilish barchasi. Qurolni qo'lga olib insonga do'q qilish Avestoda nima bo'lgan? O'g'irlik va qarzdorlikni qaysi kitobda gunoh deb hisoblashgan deyapti. Demak, bu hammasi gunoh hisoblangan bo'lsa, bu Avestoda. Avestoda qanday holatlar qoralangan? Voyaga yetmagan bolalarni ota-onalardan olib ketish.
Vasiysiz qoldirish. D javob. 20 D. 21. Zardushtiylar kuylagan qaysi to'g'ri berilgan debdi. Ya'ni madh so'ralyapti bu yerda. Quyosh madhi A javob. Avestoda qanday harakatlar gunoh deb hisoblangan? A javob, ya'ni do'q qilish, birovni kaltaklash va unga jarohat yetkazish. 23. A javob 22. 23. Avestoda qanday harakatlar qattiq jazoga loyiq deb topilgan? O'g'rilik va qarzdorlikmi? Bosqinchilik, talon-tarojlik va turar joylarni vayron qilishmi? Hop. Solishtirib qo'yamiz bo'lmasam. Diqqat bilan eshitamiz. Yo'q. Eshiting. Zardushtiylar bosqinchilik, talon-taroj va turar joylarni vayron qilish kabi harakatlarni og'ir jinoyat deb hisoblashgan. Qurolni qo'lga olib insonga do'q qilish, birovni kaltaklab unga jarohat yetkazish qattiq jazoga loyiq ko'rilgan. O'g'rilik va qarzdorlikni Avestoda gunoh deb bilishgan. Olgan qarzini qaytarib bermaslik o'g'rilikka tenglashtirilgan. Demak, to'g'ri javob A. To'g'ri. Yigirma ikki. Antik tarixning boshlanishi. Savolni eshitamiz. Yunoniston qaysi yarim orolda joylashgan? Qadimgi Yunonistonning qaysi qismida O'rta Yer dengizi suvlari yuvib turadi? Bersi. Qadimgi Yunonistonning qaysi qismini O'rta Yer dengizi yuvib turadi deyapti. Bu turmaydi ekan, uzr. Turadi deb o'qiyapman ekan. Haldan beri javobini chiqara olmayapman buni. Uchala tomonini suv yuvib turganda uni g'arbiy, sharqiy, janubiy qismlarini suv yuvib turadi, ya'ni O'rta Yer dengizi. Shimoliy qismini yuvmaydi, to'g'ri. B javob. Qadimgi Yunonistonning qanday qismi to'g'ri nima? Tog'lar bilan o'ralgan. Qancha qismi? 3 dan 1 qismi. C javob. Alim tog'i Yunonistonning shimoliy sharqiy qismida joylashgan. A javob. Yo'q. 22-chi mavzu. 1 C 2 B 3 C 4 A 5 Yunonlar uchun nihoyatda qadrli bo'lgan nima? Barglari o'rmonlar Yunonistonni qanday bargli bo'lish kerak o'zi aslida? Kedr oroli debdi. Nina bargli o'rmonlar qayerda joylashgan? Bu Shimol va Peloponnesda. C javob. Savol uzr, noto'g'ri o'qibman. Nina bargli o'rmonlari Yunonistonning qaysi qismida joylashgan? Shimolida va Peloponnesda joylashgan. Yunonlar qadim zamonlardan nima bilan shug'ullangan? C javob chorvachilik va dehqonchilik. Yunonistonda ilk shahar davlatlar qayerda vujudga kela boshladi? B javob to'g'ri. Ketdi, davom etamiz. 8. Yunonistonda ilk shahar davlatlar qachon vujudga kelgan?
Miloddan avvalgi 2-ming-yillik. A javob. Yunoniston hududlarida, ya'ni Yunonistonda tashkil topgan ilk shahar davlatlar. Krit va Knos. B javob. Minoy sivilizatsiyasi qayerda vujudga keladi? Krit orolida. A javob. 10A. 11. Minoy sivilizatsiyasi qaysi afsonaviy podsho nomiga qo'yilgan? Minos. D javob. 12. Minoy sivilizatsiyasi qanday vayron bo'lgan? B javob. Kuchli zilzila va suv toshqinlariga sabab bo'lgan vulqon otilishi. 13. Qaysi xalqlar Minoy sivilizatsiyasini barbod bo'lishiga sabab bo'ldi? Axey qabilasi. D javob. 13 D. 12 B. 14. Janubiy Yunoniston qaysi xalqlar bostirib kirgan? Janubiy Yunonistonga bo'lish kerak ekan, Janubiy Yunoniston bo'lib qolibdi. Bu yerga doriylar bostirib kirgan va Sparta davlatiga asos solishgan. Keyingisini javobi Sparta. B javob. 14 A, 15 B. Vaqt qoldi. Minut ko'rinyaptimi? Hozir mana eng yaxshi qatnashayotgan o'quvchimiz. Mana bu yerda ham bor ikkita. Orqasida. Mana bu yerda bor ikkita. Mana bu yerda bor. Bu qator deyarli hammasi. Qatnashayotganlar albatta. Yaxshimi? Doriylar qaysi davlatni tugatishgan? Miken. S javob. Miken ada. Ha? Necha? 16 ga keldik. 16 S. 17. Xo'p, demak, quyida berilgan chizmada A va B ni deyapti, harflarini to'g'ri moslashtiring degan. Ha? Ne? Aralashib qolibdi, bexos bosilib ketibdi. B yonida bo'lsa kerak-da klaviaturada. S javobimiz to'g'ri bo'ladi. Doriylar. Demak, Miken sivilizatsiyasini, Axeylar esa Minoy sivilizatsiyasini. S javob to'g'ri. Quyida berilgan rasmda shahar va kim tomonidan chizilgan? Bu yerda Mikendagi Arslonlar darvozasi va Dumontel Teodor chizgan. D javob. 18 da. Xo'p. D. Yo'q, D. A javobimizda Dumontel Xan deb qo'yibdi. Bu noto'g'ri. B javobimizda Knosdagi Arsonlar darvozasiga, bu Mikendagi. S javobimizda Mikendagi Bo'rilar darvozasi debdi. Bu Arslonlar darvozasi. D javobimizda Mikendagi Arslonlar darvozasi va Dumontel Teodor. 19. Nima Yunonlar orasida dengizchilik rivojlanishiga sabab bo'ldi? S javob. Egey dengizidagi katta kichik orollarning, qulay dengiz qirg'oqlari va qultuqlarining mavjud ekanligi. S javob. 18 D, 19 S. 20. Yunonistonda tajribali dengizchilar yelkanlardan foydalanib, O'rta Yer, Qora dengiz va Misrga 1, 2, 3 suzib borishgan. D javob.
Yaxshi. 20 B. D javob. 1 2 3. Xo'p, demak, e'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Tanaffus bo'lgunigacha ozgina endi dam olamiz. Yetadi.